Assalomu alaykum, hurmatli 4-sinf matematika darslarimizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana qo'shimcha darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz 27-dars parallel va perpendikulyar to'g'ri chiziqlar. Hop, bu mavzu bizga begona emas. Parallel to'g'ri chiziqlar haqida, perpendikulyar to'g'ri chiziqlar haqida biz 3-sinfda ham tanishib o'tganmiz. Hop, parallel to'g'ri chiziqlar har doim bir-biridan bir xil uzoqlikda joylashuvchi ikkita yoki undan ortiq to'g'ri chiziqlarni parallel to'g'ri chiziqlar deymiz. Parallel to'g'ri chiziqlar hech qachon bir-biri bilan kesishmaydi. Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar esa aksincha kesishadi va ular aynan to'g'ri burchak ostida kesishadi. Har qanday bir-biri bilan kesishgan to'g'ri chiziqlar perpendikulyar to'g'ri chiziq bo'la olmaydi. Aynan to'g'ri burchak ostida kesishgan ikki yoki undan ortiq to'g'ri chiziqlarimiz perpendikulyar to'g'ri chiziqlar deyiladi. O'zaro bir-biriga perpendikulyar to'g'ri chiziqlar deyiladi. Masalan, mana shu darsligimizni ham sahifasining o'rta chizig'i va ikki chetki chiziqlari doim bir-biriga parallel bo'ladi. Asosiy tomoni bilan o'rta chizig'i bir-biriga perpendikulyar, ya'ni mana shu darsligimizni yuqori chizig'i bilan o'rta chizig'i davom ettirilganda bir-biri bilan o'zaro to'g'ri burchak ostida kesishadi. Shu sababli ular bir-biriga perpendikulyar to'g'ri chiziq deyiladi. Va dars davomida yondosh mavzuyimiz hosildorlik bo'lar ekan. Mana shu mavzuga oid rasmlar qo'yilibdi. Va dars davomida to'g'ri chiziqlar, parallel to'g'ri chiziqlar, perpendikulyar to'g'ri chiziqlar, kesmalar va burchaklar haqida suhbatlashamiz ekan. Xo'p, darsligimizning birinchi va ikkinchi topshiriqlari og'zaki bajarish uchun berilyapti. Bu albatta parallel to'g'ri chiziqlar va perpendikulyar to'g'ri chiziqlarni eslab olishimiz uchun berilgan. Demak, gul pushtalari bir-biriga qat'iy parallel bo'lishi kerak. Quyidagi pushtalar bu shartga javob beradimi? Ya'ni aynan bir-biri bilan boshi va oxirgi nuqtalariga e'tibor bersangiz, bir xil uzoqlikda joylashgan to'g'ri chiziqlar parallel to'g'ri chiziqlar bo'ladi. Ya'ni berilgan chizmamizda mana birinchi, ikkinchi va to'rtinchi qatorda berilgan chiziqlarimiz bir-biriga parallel bo'la oladi. Chunki oraliqlarni xohlagan nuqtamizdan o'lchab ko'rsak, bir xil uzoqlikda va ular hech qachon bir-biri bilan kesishmaydi. Uchinchi qatordagi chizig'imizga e'tibor beradigan bo'lsak, qiyalab kelyapti va u chiziqni davom ettirgan sarimiz ikkinchi yoki to'rtinchi chiziqlar bilan kesish nuqtasini hosil qiladi. Shu sababli uchinchi gul pushtamiz demak aytilgan shartga javob bera olmaydi. Ikkinchi topshirig'imiz devor ustunlari yerga perpendikulyar bo'lishi kerak. Qaysi ustun to'g'ri turganini aniqlang. Ya'ni shunday to'g'ri tushishi kerakki, ularni uchrashgan nuqtasi to'g'ri burchakni hosil qilish kerak. To'g'ri burchakni aytganman, endi transportirdan foydalanishni hali bilmaymiz. Ikkala tomoni ham to'g'ri harakatlanib ketib, o'ngga yoki chapga qiyalash holatlari uchramaydi va biz eng esda qoladigan narsa ana shu daftar yoki darsligimizni burchaklarini ko'z oldiga keltiring deganman. Ya'ni ana shu daftar yoki kitoblarimizni burchaklari aynan to'g'ri burchak ostida bo'ladi. Ya'ni mana shu burchagi to'g'ri burchak ostida kesishadi mana shu nuqtalari. Chunki ikkala tomoni ham to'g'ri chiziqlardan iborat va ular hosil qilgan burchak to'g'ri burchak deyiladi. Aynan to'g'ri burchak ostida kesishgan ikkita to'g'ri chiziq perpendikulyar to'g'ri chiziq bo'ladi. Agar shunday bo'lmasa, bir tomoni qiyalab to'g'rayish yoki kengayish holatini hosil qiladigan bo'lsa, bunday chiziqlar perpendikulyar bo'lmaydi. Shu sababli mana shu qo'yilgan ustunlarimiz ham yerga aynan to'g'ri tushib uchrashgan nuqtasida to'g'ri burchak hosil qilgan bo'lishi kerak. Ana shu ustunni topib, ularni biz perpendikulyar ekanligini aniqlaymiz. Menimcha mana birinchi ustunimiz aynan perpendikulyar turibdi, ya'ni to'g'ri tushib kelyapti yerga nisbatan. Endi yerda o'zini qiyaligiga e'tibor qaratmaymiz. Yerga nisbatan to'g'ri tushib kelyapti. Ikkinchisi biroz qiya holatda turibdi. Shuning uchun bu ikkinchi ustunimiz perpendikulyar bo'la olmaydi. Shu tariqa to'g'ri tushgan ustunlarimizni yerga nisbatan devor ustunlarini perpendikulyar ekanligini ayta olamiz ekan. Mana men yuqorida aytgan qoidalar aytilyapti. Parallel to'g'ri chiziqlar hech qachon kesishmaydi. Mana ular doim bir-biridan bir xil uzoqlikda harakatlanib boradi. Ko'riboq ko'zingiz oldiga kelgan bo'lishi kerak. Poyezd yo'li, ana shu relslari doimiy ravishda bir-birlariga parallel holatda
joylashadi. Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar to'g'ri burchak ostida kesishadi. Ya'ni ikkita to'g'ri chiziq uchrashgan mana shu kesishgan nuqtasi to'g'ri burchak hosil qiladi. To'rtta burchak turibdi. To'rala burchakni ham hisoblasak to'g'ri burchak bo'ladi bular. Ya'ni yoyilganda to'g'ri chiziqni ham hosil qilar ekan, ikkita burchak birlashganda. Ana shunday holatdagi aynan to'g'ri burchak hosil qilgan ikkita to'g'ri chiziqni kesishmasi perpendikulyar to'g'ri chiziqlar deyiladi ekan. Ular bir-biriga nisbatan perpendikulyar to'g'ri chiziqlar bo'ladi. Keyingi topshiriqlarimiz yozma bajarish uchun berilyapti. Ikkita vertikal parallel to'g'ri chiziq chizing. Xo'p, gorizontal deganda mana bu yo'nalishda tushunamiz, vertikal deganda tik yo'nalishda tushunamiz. So'ngra ular bilan kesishadigan ikkita gorizontal parallel to'g'ri chiziq chizing. Kesish natijasida hosil bo'lgan shaklni bo'yang. Bu qanday shakl deb savol berilyapti. Ikkita vertikal parallel to'g'ri chiziq, ya'ni tik holatda ikkita bir-biriga parallel bo'lgan chiziqni chizamiz. Endi uni oralig'i ixtiyoriy ravishda olinar ekan va unga ular bilan kesishadigan ikkita gorizontal parallel to'g'ri chiziq deyapti. Mana endi gorizontal parallel to'g'ri chiziqni chizib olamiz. Va hosil bo'lgan kesish natijasida hosil bo'lgan shaklda mana bu o'rtalikni deyapti, bo'yang deb aytilyapti. 4-misol. Daftaringizga bo'yi 640/160/3 cm va eni bo'yidan 401 bilan 399 da ayirmasini topib, marta kichik bo'lgan to'g'ri bir to'rtburchak chizing. To'g'ri to'rtburchakning perimetri va yuzini toping deyapti. Xo'p, daftarimizga chiziladigan to'g'ri to'rtburchakning bo'yi bilan enini bizga to'liq berilmabdi. Uni ifodalar orqali berilibdi. Va biz bu ifodalarni yechib natijasini topib, bo'yini va enini qanchaligini bilamiz ekan va uni daftarimizga chizishimiz kerak. Xo'p, 640 dan 160 da ayirsak, 480 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bitta bor 28 480 ni ichida bir qoladi. 480 ni yozma bo'lib qolay, adashtirmaslik uchun. 4 ichida bitta bor, 3 ayrimiz, 18 ichida 6 ta bor, 160 cm bo'lar ekan. 160 cm yo bu yerda millimetr nazarda tutganmi bilmadim. Daftaringizga chizing deyapti. Buni chizishda imkoni yo'q. Endi ramziy yoki shartli ravishda 160 cm emas, 16 kattalik yoki shunga o'xshash bir yaqin o'lchov birligidan foydalanishga harakat qilib ko'ramiz va endi shuncha marta kichik ayirsak bu yerda 400 ga 1 yetar ekan. 401 bo'lyapti. Bu yerda 2 chiqadi. 2 marta kichik bo'lgan, demak 160 cm ni 2 ga bo'lib yuborsak 80 cm bu bo'lishi mumkin emas. Menimcha bu yerda yo millimetr deyish kerak bo'lgan yoki bo'lmasa ramziy ma'noda bir tomondan ikkinchi tomonga 2 marta kichik bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz va uning perimetri va yuzini topamiz. Perimetrni topish uchun formulamizni eslab olamiz. Perimetr 2 ko'paytiruv a plus b. Ya'ni a va b tomonini bir-biriga qo'shib turib 2 ga ko'paytiramiz, chunki bu to'g'ri to'rtburchak bo'lyapti. Yuzini topish uchun esa a va b tomonlarini bir-biriga ko'paytirib qo'yish yetarli bo'ladi va bu kvadrat santimetrda kelib chiqadi. Keyingi masalamiz hosildorlik 1 kvadrat metrdan necha kilogramm sabzavot yig'ib olinganini ko'rsatadi. Qaysi sabzavotning hosildorligi yuqori? Bir tubdan o'rtacha 15 kilogramm pomidor olinadi. 1 kvadrat metrda 3 tub pomidor bittasi o'sadi. Ya'ni 3 tub bor. Har biridan 15 kilogrammdan olingan bo'lsa, 3 ta 15 ga ko'paytirsak, pomidorning ana shu hosildorligi 1 kvadrat metrdan olingan hosili aniqlanadi. 20 kvadrat metr maydondan o'rtacha 120 kilogramm bodring terib olinadi. Endi bu yerda to'lig'ini berilyapti. 120 kilogramm bodring olingan jami. Demak, 20 kvadrat metrga bo'lib tashlasak, 1 metrda qancha bodring hosil berganligi ma'lum bo'ladi. Ana shundan taqqoslab qo'yamiz. Qaysi yerning, qaysi sabzavotning hosildorligi yuqori ekanligi. Ya'ni birinchisida ko'paytirib topamiz, ikkinchisida bo'lib topamiz. Chunki ikkinchisida jamini beryapti. Biz 1 kvadrat metrni topishimiz kerak.
Birinchisida 1 kvadrat metr deb beryapti. Biz uni jamini topishimiz kerak bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz 6-masala bo'lyapti. Keyingi topshirig'imiz Husayni navli uzum 4 gektardan 68 tonna, oq kishmish navli uzum esa 9 gektardan 108 tonna hosil beradi. Qaysi navning hosildorligi yuqori va qancha yuqori? Ya'ni ikki xil uzum navi berilyapti, Husayni va oq kishmish. Ularning hosildorligini topish kerak. Ya'ni 4 gektardan 68 tonna. Demak, 68 ni 4 gektarga bo'lib yuborsak, 1 gektarimiz qanchalik kelib chiqar? Har ikkalasini 1 gektarini bilib olsak bo'ldi. Aynan 1 kvadrat metrgacha olib tushishimiz shart emas. 1 gektardan qancha Husayn olinganini bilish uchun 68 ni 4 ga bo'lamiz. 108 ni 9 ga bo'lib yuborsak, oq kishmishni qancha olinganini, qancha hosil berganini bilib olamiz va qaysi bir yuqoriligi savoli javob shu yerda chiqadi. Natijasi kattasini hosili yuqori va qancha yuqori degan savolga javob berish uchun katta sondan kichigini ayirib qo'ysak, qancha yuqoriligi ma'lum bo'ladi. Endi biz ishlatayotgan ana shu nomlar, kattaliklar turibdi. Demak, 1 kvadrat kilometrimizni 100 ga bo'lib yuborsak, 1 gektarga teng kelar ekan. 1 gektarni 100 ga bo'lyapti, 1 ar, ya'ni sot bo'lyapti. Endi uni 100 ga bo'lib hosil qilyapti 1 kvadrat metrda. Uni 100 ga bo'lsak bo'lyapti, hosil bo'lyapti 1 kvadrat detsimetr va uni 100 ga bo'lib 1 kvadrat santimetrda hosil qilyapti. Ya'ni bu birliklarning o'rtasidagi farqi 100 marotabaga teng ekan. Ya'ni kvadrat kilometrimizni 100 marta kichaytirsak gektarga, ya'ni 100 marta kichaytirsak sotxga shunday aylanib ketishi bu yerda bizga chizma orqali ko'rsatib berilibdi. 7-topshirig'imiz mana shu ma'lumotlardan foydalanib yuzalarni taqqoslashni og'zaki bajaramiz ekan. Ya'ni kvadrat santimetrda berilyapti, kvadrat detsimetr va kvadrat santimetrda bir xil o'lchovga olamiz. Ya'ni kvadrat detsimetrimiz santimetrimizdan 100 marta ko'p. Ya'ni 100 marta kamayib hosil bo'ldi-yu, demak endi teskari yuramiz. Demak 100 ga ko'paytiramiz. 4203 hosil bo'ladi. 4203 demak bu berilgan topshirig'imizda o'ng tomondagi kattaliklarimiz kattaroq 423 kvadrat santimetrga nisbatan 4203 kvadrat santimetrimiz katta bo'ladi. Xuddi shu usul bilan foydalanib mana shu berilgan kattaliklarni, sonlarni o'zaro bir-biriga qiyoslab chiqamiz. 71 gektarga 71500 kvadrat metrni taqqoslab qo'yishimiz kerak ekan. Mana gektar 100 marta, yana 100 marta kichraygandan keyin kvadrat metrga aylanyapti. Jamini olib keladigan bo'lsak, 10.000 martaga farqlanyapti bu yerda. Ya'ni 71 ni 10.000 ga ko'paytirsak, bu ham kvadrat metrga aylanadi va qaysi tomon kattaligini taqqoslashning imkoni bo'ladi. Qolgan topshiriqlarimiz ham shu tariqa mana shu nisbatdan foydalanib bajarish bo'lar ekan. Keyingi topshirig'imiz chizmadan dala maydonining yuzini toping. Dalaning hosildorligi gektariga 70 sentner bo'lsa, undan necha tonna makka jo'xori olish mumkin? Dalaning maydonining yuzini topishimiz uchun ikkita to'g'ri burchakka bo'lib olsak, bizga osonroq bo'ladi ularning yuzini topish. Ya'ni mana shu qismi mana 500 metrdan 260 metrda ayirib tashlaydigan bo'lsak, bu tomoni hosil bo'ladi. 300 dan 125 ta ayirib tashlasak, mana bu yo'nalishi hosil bo'ladi va ularning ko'paytmasi uning yuzi bo'la olar ekan. Yoki aksincha bu tomondan bo'lsak ham bo'ladi. 125 ga 260 ni ko'paytirsak mana bu qismini yuzi chiqadi. Keyin 500 ga 300 dan 125 ta ayirib yuboramiz. Shunda ozroq amal bilan topamiz ekan. Ya'ni 300 dan 125 ta ayirib yuboramiz. 175 chiqadi. Mana bu qismi 175 metr, 175 ga 500 metrni ko'paytirib qo'ysak, ikkinchi maydonimizning yuzi kelib chiqadi va ularni ikkalasini qo'shib qo'ysak, umumiy mana shu dalaning yuzi hosil bo'ladi. Endi uni dalaning hosildorligi gektariga 70 sentner bo'lsa, undan necha tonna makka jo'xori olish mumkin? 70 ni mana shu chiqqan songa ko'paytirib qo'ysak sentnerda chiqadi. Tonna bo'lish uchun uni 1 tonnamiz esimizda bor 10 sentnerga to'g'ri kelardi.
Shu sababli chiqqan javobni yana 10 ga ko'paytirib bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 10 ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, sentinerimiz tonnaga aylanadi va aytilgan javobni hosil qilamiz ekan. Xo'p, tengsizlikni soddalashtiring, ya'ni berilgan misollarni yechib borsak, tengsizlik soddalashadi, ya'ni x kichik qaysi sondan ekanligini topib yozib qo'yishimiz mumkin ekan. Hop, demak, qavs ichida 2235 ta avval 3 ga bo'lib olamiz ekan. 22 ni ichida 7 ta bor, 21 ayriymiz. 13 ni ichida 4 ta bor, 12 ayriymiz. 15 ni ichida 5 ta bor, 15 ayrasa 0, 745. Endi ikkinchi ish 745 ni ko'paytiramiz. 8 ga 40 4 tilda, 32 36 3 tilda, hop 56 59. Ana undan keyin uchinchi ishimiz 2705 ni ko'paytiramiz 2 ga. 10 o'lishdi bir tildan tildaga tushadi, 14 bir tildan 4 5. Ana endi uchinchi ishimiz 5960 dan ayriymiz 5410 ni 0 6 5 560 hosil bo'ladi. To'rtinchi ishimiz 560 ni bo'lamiz 5 ga. Bitta bor, 5 ayriymiz 0, 1 deb tushsak bitta, 6 deb tushsak bitta bor, 5 ayriymiz 1, 10 ichida 2 ta bor, 10 ayriymiz 0. 112 hosil bo'ladi. Endi oxirgi ishimiz 5-chi ishimiz 112 ni ayriymiz 30 ni. Ana shu hosil bo'lgan son, ya'ni 2 yetmaydi. 11 dan o'zidan 3 ta ayirib bergan bo'lsak 8, 82, ya'ni bu yerda x birinchi kelyapti, x kichik 82 dan deb tengsizlikni soddalashtirishimiz kerak bo'lar ekan. Tengsizlikning barcha yechimlari to'plamini yozing. Ya'ni to'plami x dan katta bo'lgan 82 ni yuqori tengsizlikning barcha yechimlari to'plamini toping. Ya'ni noma'lum son qaysi sonlar bo'lishi mumkin? Ya'ni 82 dan kichik bo'lgan barcha sonlar to'plamini yozamiz 0 dan boshlab 81 gacha bo'lgan barcha sonlarni yozib qo'ysak, tengsizlikni barcha yechimlari to'plami hosil bo'ladi. Ya'ni 0 ham kiradi buning ichiga, 1, 2 va hokazo 81 gacha barcha raqamlar yoziladi. Bu to'plamning bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 3 ga bo'linadigan barcha elementlarni tagiga chizing. Yozib chiqqan sonlarimiz ichidan avval juft sonlarni ajratib olamiz, chunki 2 ga juft sonlar bo'linadi. Endi ularning ichidan yig'indisi 3 ga bo'linadigan sonlarni ajratamiz. Masalan, 1, 2, 3 ni umuman hisoblashga hojati yo'q. 4, 5, 6, 7, 8 davom etib ketadi. Masalan, 1, 2, 3 ga davr hamunga bo'linadigan sonni o'zi yo'q. 4 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linmaydi, 5 ikkalasiga ham bo'linmaydi. Demak, bu yerda faqat juft sonlarni ajratib olsak 2 barobar ozayadi. Tanlaydigan sonlarimiz 6 2 ga ham 3 ga ham bo'linadi. Mana uni olamiz ekan. Shu tariqa endi 7 ni tashlaymiz, 8 ga o'tamiz. 8 2 ga bo'linadi, lekin 3 ga bo'linmaydi. 9 3 ga bo'linadi, lekin 2 ga bo'linmaydi. Shu tariqa barcha ikkala soniga ham bo'linadigan sonlarni ajratib olamiz ekan. Keyingisi qiziqarli topshiriq. Harflarni raqamlar bilan tenglik to'g'ri bo'ladigan qilib almashtiring. Bir xil harflar bir xil raqamlarga va turli harflar turli raqamlarga mos keladi. Ya'ni ikkita bir xil sonni qo'shsak, o'rtadagi ikkita son bilan bir xil bo'lgan raqamlarimiz ikki chetiga tushar ekan, o'rtada umuman bu yerda ishtirok etmagan sonlar hosil bo'ladi ekan. Demak, bu ikkalasi qo'shilganda o'rtadagi sonni hosil qilar ekan. Ya'ni buni birlar deb olsak 2, bu ikkalasi ham 2. 2 qiladigan bo'lsak, unda qarang, o'rtada ham bir xil son chiqmasligi kerak edi. Agar bularni ikkilar deb qabul qilsak, 4 bo'lib, bu o'rtadagi harfimizdan bir xil bo'lishi kerak edi. Demak, bu yerga 1 emas, albatta dilimizda ortib qoladigan son bo'lishi kerak ekan. Bu eng kamida 5 bilan 5 bo'lishi kerak. Shunda dilimizda son qoladi va ikkalasi ikki xil son bo'ladi. 5 bilan 5. Endi ikkita bir xil sonimizni qo'shganimizda 5 chiqmaydi hech qachon.
Demak 5 ni ham qoldiramiz ekan. Endi 6 bilan 6 deb ko'ramiz. 6 bilan 6 bu yerga 3 larni qo'ysak, hosil bo'lishi mumkin bu son. Hop, endi bu yerda mana ikkalasini qo'shgandan keyin faqat bunga dilimizda qolish kerak ekan. Demak, bunda ham ortib qolish kerak, unda oldiga son qolib ketib qoladi. Va ikkala sonni qo'shganimizda bu o'rtadagi sonimiz bilan bir xil natija. Usiz ham shunday bo'ladi. Ikkita bir xil sonni bir-biriga qo'shganimizdan keyin ikkalasi aynan bir-birini takrorlaydigan son hosil bo'lishi kerak ekan. Bu yerdagisi aniq juft son bo'ladi, chunki ikkita bir xil sonni qo'shganda juft son chiqadi. Ikkalasi tog' bo'lgan taqdirda ham, juft bo'lgan taqdirda ham juft son chiqadi. Demak, o'rtadagi sonlarimiz ikkalasi klar hammasi juft son ekanligini hisobga olib qo'yib chiqsak bo'lar ekan. Keyingi topshiriqlarimiz uyga berilgan vazifalar bo'lyapti. 11-12 misol masalalar. Namunadagi kabi daftaringizga ikkita gorizontal va ikkita qiya parallel to'g'ri chiziq chizing. Kesish natijasida hosil bo'lgan shaklni bo'yang. Uning tomonlarini millimetrda o'lchab, perimetrini toping. Demak, mana shu berilganga o'xshash shaklda chizamiz va aynan bu bilan bir xil bo'lishi shart emas, lekin ko'rinishi shunday. Ya'ni mana gorizontal chiziq deyapti va unga parallel qiya chiziqda ularga parallel emas, o'zaro bir-biriga parallel qiya chiziq o'tkazib, o'rtadagi shaklni hosil qilamiz va uni bo'yab tomonlarni millimetrda o'lchaymiz. Chizg'icha yordamida 0 dan boshlab millimetrda o'lchaymiz va perimetrini topamiz. Ya'ni barcha tomonni yig'indisini topib qo'ysak, perimetri hosil bo'ladi. Va 12-chi topshirig'imiz kvadrat santimetrga aylantiring va hisoblang. Hop, eslab olamiz. 1 kvadrat detsimetrimiz necha kvadrat santimetr edi? Shuni hisobga olib, barcha berilgan sonlarimizni kvadrat santimetrga aylantirib olamiz ekan. 1 kvadrat santimetrimiz 100 kvadrat 1 kvadrat detsimetrimiz 100 kvadrat santimetrga teng. Ya'ni kvadrat detsimetr santimetrga aylantirish uchun kvadrat santimetr 100 ga ko'paytiramiz. Hop, 347 kvadrat santimetr bo'ladi. 718 kvadrat santimetr, 145 kvadrat santimetr va ularni odatdagidek chatdan o'ngga bajaramiz. Keyingisida endi kvadrat metr berilyapti. Kvadrat metrni ham kvadrat santimetrga aylantiramiz. 1 kvadrat metrimiz 10.000 kvadrat santimetrga teng. Ya'ni bu yerda 10.000 ga ko'paytirsak 20.000 kvadrat santimetr bo'ladi. Buni 100 ga ko'paytiramiz. 1500 kvadrat santimetrga aylanadi. Bu yerda o'zi kvadrat santimetrda berilyapti. Shu bo'yicha yozamiz va ularni birinchi 20.000 ga 1500 ni qo'shib 432 ni ayirsak kvadrat santimetrda chiqadi va chiqqan natijani 2 ga bo'lib tashlashimiz kerak bo'ladi. Keyingisida kvadrat metrda berilyapti. Yana 10.000 ga ko'paytiramiz, ya'ni orqasiga nollarni olib kelib yozib qo'yish kifoya, kvadrat santimetrga aylanadi. Undan ayrıymiz, kvadrat detsimetrni ham kvadrat santimetrda. Bu yerda 100 ga ko'paytiramiz, ya'ni orqasiga 2 ta nol qo'yish yetarli. Natijalarni ayrıymiz. Chiqqan sonni endi kvadrat metrda, kvadrat detsimetr ekan, ikkalasini kvadrat santimetrga aylantiramiz. 10.000 ga ko'paytirsak kvadrat metrimiz santimetrga aylanadi. 100 ga ko'paytirsak kvadrat detsimetrimiz kvadrat santimetrga aylanadi. Va amallarni buni qavs ichini bajarib olganimizdan keyin chiqqan sonni 3 ga bo'lib tashlasak, natijamiz hosil bo'ladi va kvadrat santimetrda topshiriqda aytilgandek kvadrat santimetrda hosil bo'ladi ekan. Ya'ni oson yo'li qanday bo'ladi? 4500 kvadrat metr ekan. 4500 kvadrat metrni kvadrat santimetrga aylantirish uchun 10.000 ga ko'paytirish kerak. Buning uchun 4 ta nolni 1, 2, 3, 4 ta nolni olib kelib yozib qo'yish kifoya bo'ladi. 45 million hosil bo'lar ekan. Ana undan keyin ayriymiz. 141 kvadrat detsimetrni bu yerda kvadrat santimetrga aylantirish uchun 100 ga ko'paytirib olamiz. Bu degani mana 141 ni orqasiga 2 ta nol qo'yib qo'yamiz ekan. 14100 hosil bo'ladi. Bunda mana bu yerdan yozamiz mana. 14100 ni ayirib tashlaymiz ekan. Bu yerda bizga kvadrat detsimetrda hisoblash o'zi qulay ekan, lekin topshiriqda kvadrat santimetrga aylantiring degan uchun kvadrat santimetrga aylantiryapmiz. Lekin ustozlarimiz bu yerda bolalarga biroz yengillik berish uchun kvadrat detsimetrga aylantirish topshirig'ini bersa ham yaxshi bo'lardi menimcha. Va bu yerda
e'tibor berib qo'yamizki, 1 metrimiz kvadrat detsimetrga aylanganda faqat 100 ga ko'paytirib qo'yish kifoya bo'lib, sal kichikroq sonlar hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda 2 ta 0 ko'p qo'ysak bo'ldi, kvadrat detsimetrga aylanadi. Qolgan o'lchovlarimizda ham faqat kvadrat detsimetr borligi uchun ustozlarimiz shu yerda sal soddalashtirib kvadrat detsimetrda hisoblashlariga ham yo'l qo'ysa, menimcha osonroq bo'ladi va 100 ga ko'paytirib qo'yamiz bu yerda. Bunda o'zi kvadrat detsimetr qoladi. Bunda ham 100 ga ko'paytirib, ya'ni 6 kvadrat metrda 100 ga ko'paytirib, unga 36 ni qo'shib 636 kvadrat detsimetr hosil qilib amallarni bajarsak, menimcha osonroq bo'lar edi. Endi u ustozlarimiz o'zining qarashlari, o'zlarining talablariga bog'liq narsa. Biz o'zimiz maslahatimizni berdik xolos. Agar ular sizga yordam bersa va ulardan foydalanayotgan bo'lsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Shu yerda darslarimizni yakunlaymiz. Endi misol masalalarning yechimlarini qo'ymaslikka bu yerda qaror qildik, chunki yozib ko'rsatishning hojati yo'q. Faqat yo'llarni tushunib olsak, natijani bemalol topa olamiz va bu sizga keragicha yordam berdi degan ishonch bilan darsni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'ling. Darslarimizni kuzatishda davom eting.